Ата-анасы Şərqi Türkistanda jaza lagerlariga qamalgan 100 minglagan Uyg'ur bolalari ballar lagerlarida assimilyatsiya qilinmoqda. Yaqinda tarqalgan videolardan ma'lum bo'lishicha, Şərqi Türkistonning ma'lum rayonida Uyg'ur bolalarga Xitoycha kiyim-kechaklarni kiydirib, "Men jungoliq bo'lganimdan faxrlanaman" deganga o'xshash so'zlar yodlatilgan. Xitoy rejimi atalmış Şinjanning tokini sirtqa yetkash nomida Şərqi Türkistondan bulang-talang qilib, Xitoyga to'shigan tok miqdori oldingi faslda taxminan 29 milliard kilowatt-soatga yetgan. Tangirtaq to'rining 17 aprildagi xabarda bildirilishicha, atalmış Şinjan elektr energiyasi savdo markazi cheklik shirkati bu yil tunji faslda atalmış Şinjanning tokini sirtqa yetkazish nomida Şərqi Türkistondan bulang-talang qilib Xitoyga to'shigan tok miqdori 28 milliard 925 million kilowatt-soatga yetgan. Xitoy hukumati islom va xristian dinlariga qattiq kontrol qilib, bu dinlarni xitoylashtirishga kirishish bilan bir vaqtda olma telefonining Qur'on va Injil app'larini cheklagan. Xitoyning bu harakati 18 aprel Angliyadan Express gazetasining tanqidiga uchirgan. Xitoy bilan Solomon taqim orali o'tirsida imzolangan bexatarlik kelishimi Osiyo Tinch okean rayonida jiddiylikning kuchayishini keltirib chiqardi. Amerika, Avstraliya va Yangi Zelandiya bu kelishimga norozilik bildirdi. Solomon taqim oralining bosh ministri Manasi Damogana mazkur kelishim rayon bexatarligiga ziyon yetkazmaydi deb va'da berdi. Kelishimning tafsiloti rasmiy e'lon qilinmadi, ammo tekst loyihasi matbuotlarga oshkorlangan bo'lib, loyihada Xitoyning urush paraxotlarining Solomon taqim oraliga tava portlarni ishlatadiganligi va bu orollarda dengiz armiya bazasi o'rnatadiganligi o'tirib qo'yilgan. Qozog'iston Cumhuriyeti Savdo va birgaliklashish ministrligi Qozog'istonning xom ashyo ta'minotining tuvanlishi sababidan Qozog'istonning Qirg'izistonga qilgan eksporti 14,2% tuvanlagan bo'lsa-mu, Qirg'izistondan import 60% oshganligini o'tirib qo'ydi. Erishgan uchurlar qaraganda 1-oydan 2-oygacha Qozog'iston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi savdo oboroti 2021-yildagiga o'xshash mezgildagiga solishtirganda 6,8% ishib 126 million 300 ming dollarga yetgan. Yaponiya va Malayziya erkin va ochiq Hind-Tinch okean rayoni nishoni bilan ikki taraflik moslashishni davomlashtirganligini bayon qildi. Malayziya bosh ministri Ismail Sabri Yaqub va Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio telefonda ikki taraflik va rayon xarakterlik taraqqiyotlarni muzokara qildi. Kishida bilan Yaqub Xitoyning sharqiy va janubiy Xitoy dengizlaridagi faoliyatlari haqida fikr almashtirgan.